Assalomu alaykum, hurmatli doktor Umarov kanali tashabbuschilari. Sizlar bilan yana doktor Umarov. Hozirgi gaplashadigan mavzumiz bu ko'z allergiyasi. Ko'z allergiyasi bunday bemorlar doim yorug'likka qaralmaydi. Ko'zi qip-qizil bo'lib yuradi. Ko'proq shu allergik rinit bilan birgalikda qo'shilib keladi. Rinokonjunktivit deyiladi biz nimada. Aslida boshidan oldingi videolarda bir aytganmiz, sezuvchanlik ko'tarilib borishini, rasmlarini chizib turib ko'rsatganman. Tanada sezuvchanlik oshgandan keyin insonda bir qaysi a'zosida immunitet past bo'ladigan bo'lsa, o'sha a'zoda shu allergik holat boshlanaveradi. Buni tagi o'sha bir xil. Bunda mana bir misol, o'zim bilan birga ishlaydigan hamshira. Bolasi ko'z allergiyasi bo'lgan, shu qizarib, doim shu burni ham oqib, aksirib, qiynalib yurgan holat. Bizga kelgandan keyin ham dastlab ishonmadi. Nimaga bunaqa? Ko'rib turib aytayapman, nimaga bunaqa? Ha, davolatyapmiz, bo'lmayapti. Ha, nega menga olib kelmadingiz? Deganimdan keyin davolasak bo'ladimi? Hatto ko'rib turib ishonmayapti shu yerda. Keyin shu tomog'idan hamda ko'zidan oqib turgan o'sha yoshdan antibiotiklarga sezuvchanlik analizini qilib, limfatrop uslubda ukolni qildik. Tanani tozalash davomida o'sha tavsiyalarimizni berdik. Birinchi 2 oy davomida yaxshigina qo'zg'alishlar bo'ldi. Hattoki boshqa joylarga havo almashtirgani olib ketishdi ham. Yashab turgan joyidan boshqa joyda qo'zg'amay turdi. Shunaqa joylarga borib qo'zg'amagan holatda bizni davomimizni, ya'ni biz bergan tavsiyani davom ettirishdi. Mana hozirgi kunda o'sha o'zini uyida ham bu holat qo'zg'agani yo'q. Ko'zlar o'sha o'zini rangida hech qanaqa qo'zg'alish, yoki burun oqishlar bular ham yo'q. Endi bunaqa natijalarimiz juda ham ko'p. Hammasini bir video qilamiz deb taklif bersak, keling bir shu natijani ko'rsataylik deb taklif bersak, endi buyog'i o'zbekchilik ekan. Birovni turmush o'rtog'i ruxsat bermaydi, birovni yana bir uyda oilasida shunaqa bir nima holat. Endi o'zlari lekin shu videolarni ko'rib, natijalarni ko'rib kelishyapti. Lekin videoga tushib bering deysa, darrov haligi uyimga sovchi kelishi bor. Qo'ni qo'shnilarga, oshna og'ayniga qanday qarayman, xijolat bo'laman, mana shunaqa gaplar bilan xullas videoga rozi bo'lish juda ham kamda. Shuning uchun ishoning, bu masalada allergiyani davosi umumiy, kompleks davo qilamiz. Bitta ikkita haligi ko'p kommentariyalarda o'qib qolyapman, nimani allergiyani davosi isiriq, yana o'zimiz ham foydalanib ko'rgan tuxum po'chog'i, yana boshqa dori-darmonlardan nimalarni ham aytishyapti. Havo almashtirish ham zo'r deganlari ham bor. Bular bitta ikkita natija berishi mumkin. Masalan, yantoqni damlamasi Ibn Sino kitoblarida bor. Aynan mana shu allergiyalarda hammasiga ham juda ham natijasi yaxshi bo'ladi. Yantoq tarkibiy jihatdan limfani tozalash xususiyatiga ega. Endi ana o'shani muntazam ixlos bilan ichib iste'mol qilgan odamda natija bo'ladi. Lekin bizda odamlarda sabr yo'q. Ichadi, bir oy, birar pachkasini ichib ko'radi, ma'lum bir qismini bir oy ichadi, ko'pi bilan 2-3 oyga borishi mumkin. Natija bo'lmaydi u paytda. Sabab bu tabiiy o't, giyoh o'tni ichib yurgan choyingizga o'xshagan narsa. Organizmni sekin-asta tozalab bu 3 yil ketar balki, 5 yil ketar balki. Lekin ichib yursangiz o'sha ham foydasi bo'ladi. Masalan, bizda o'sha ko'pchilik kommentariyalarda so'rashyapti, ayting deb, bitta dorisi yo'q uni. Masalan, allergiya o'ta rang-barang. Kimgadir sovuq yoqmaydi, kimgadir issiq yoqmaydi. Kimgadir nam havo, kimgadir quruq havo. Yana kimdir changda, yana kimdir boshqa narsada. Hammasiga aynan o'sha bitta yo yantoq, yo tuxum po'chog'i, yo boshqa narsa davo bo'lgan taqdirda ham, lekin sabr chidamaydi odamlarda.
Bizda davoda kompleks davo qilinadi. Buning ichida antibiotik ham bor. Ko'pchilik mana allergiyaga antibiotik buyurilmaydi deyshadi. Biz antibiotik buyuramiz, qilamiz. Nima uchun? Nima uchun antibiotik qilyapmiz? Antibiotik allergiyaga hech qanaqa daxli yo'q. Lekin allergiyada har doim shamollash bilan allergiya egizakday bir-biri bilan yonma-yon yuradi. Bir-biri bilan yonma-yon yuradi. Xuddi egizaklarni bir-biridan ajratib bo'lmaganday, ularni ham ajratib bo'lmaydi. Endi kompleks davoni hammasini birma-bir aytganim bilan qo'lingizdan kelmaydi. Masalan, men bitta misol tariqasida gapiraman. Akademik Norbekovning sog'lomlashtirish o'sha kurslariga bormaguncha uning kitoblarini anchagina o'qib chiqqanman. Mashqlarni bajarishga harakat qilganman, lekin qo'limdan kelmadi. Mutaxassisga borganimdan keyin 10 kunlik kursda bir umr shu ancha o'qigan kitoblarimni shu 10 kunlik kursdayoq bilib oldim. Nima qilish kerakligini, hayotda aynan o'sha kursning mazmuni, salomatlikda, ruhiyatga tegishli bo'lgan mazmunini bilib oldim. Endi xuddi shunday haligi o'zini mutaxassisi, ya'ni bu sohani tushunib yetgan bo'lganimiz uchun murojaat qiling, qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. Buni nimasi juda ham oson. Aslida faqat xunt bilan kimdadir ertaroq tez natija bo'lar, kimdadir sekinroq natija bo'lar. Albatta sabr bilan oxirigacha borish kerak. Lekin kelganlar agar tavsiyalarimizga quloq solib oxirigacha bajarsa, deyarli 100% natija oladi. U ko'z allergiyasi bo'ladimi? U parfumeriyadan bo'ladimi? U yoki boshqa narsalardan bo'ladimi? Ahamiyati yo'q. Masalan, mana yaqinda kelin olganman. Kelinimda allergiya bo'lgan. Mana biz uyimizga kelganda biz mosh lo'yani iste'mol qilmas edik. Qilardik. Biznikida doim o'sha mosh lo'yasiz, mosh lo'ya, no'xatsiz ovqat bo'lmas edi. Kelganimizda bu narsani iste'mol qilinsa, kelinimizda shunaqa qichish holatlari bo'lganligi uchun biz buni ovqatga qo'shmay qo'ydik. Vaqt o'tdi, oradan 6 oy, undan ko'ra ko'proq vaqt o'tgandan keyin mana hozirgi kunda yana oziq-ovqatimizga mosh lo'yani qo'shishni boshladik. Bizda kelinimizda qichish ham yo'q. Endi nimaga? Chunki tartib, turmush tarzi o'zgardi. Ya'ni bizni uyimizni, bizni oilamizni tartibiga o'tdi. Shuning uchun qo'rqmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlar ekranda ko'rinar yoki tabloda berilar. Murojaat qilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.